Hozirgi berib o'tadigan retseptimiz hozir eng ko'payganlardan og'iz yaralari. Ya'ni stomatit deymiz ruschasiga. Og'iz yaralari bu mana bu onkogematologik kasalliklarda ham ko'p bo'ladi. Undan tashqari mavsumiy ham bo'lishi mumkin. Hozir kuz faslida bu ayni ko'tariladigan paytda. Bunga o'zimizni gulsabsar, gultoji xo'roz, gultoji xo'rozni mayda urug'lari bo'ladi. Qora, mayda qumga o'xshagan urug'lari bo'ladi. Buni bilmagan inson bo'lmasa kerak. Mana shuni bir osh qoshig'ini 1 litrlik qaynab turgan kastrulkadagi suvga solib 5 minut past olovda qaynatib 2 soatga damlab o'rab qo'yib kechgacha g'arg'ara qiling. Qancha? 5 kun, 6 kun, 10 kun tuzalgunicha ham tomoq og'rig'ini, tomoqda toshgan yaralarni, milklarda, og'izlarda toshgan yaralardan xalos bo'lasiz. Agar siz mana shu kasalliklar bo'yicha shifo topayotgan bemorlarni natijalariga guvoh bo'lishni istasangiz, Giyohlar saltanati deb nomlangan YouTube, Instagram, Telegram kanallariga ulanib oling va u yerda mana shu kasallik bo'yicha shifo topayotganlarni natijalariga guvoh bo'ling.